Akalar, mana shu Spark ko'ryapsizlarmi? Bozorchilar 6700 dollar narxlashibdi. Egalari bermabdilar, sababi nomer kerak ekan. Bozorchilar generalniy davini so'rashibdi. Oladigan minuvchi bo'lsa shu pulga berib yuboraman deyaptilar. 2020-yil faqat oformleniya qilib olasizlar. 134 ming yurgan. Kraskalar top-toza, ikkinchi pozitsiya, mexanika, 4 ta zo'r diski balonlar taqib qo'yilgan. Akalar, ko'rishingiz mumkin. Magikarp pultlari bor. 134 ming probeg, kraskalari top-toza, hech qanaqa texnik ishi yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa sarapinalari yo'q, akalar. Hozir men sizlarga bitta salonlarni ko'rsataman. Salonlar ham ideal holatda bo'lib turibdi. Bu yoqda ashkalarni ko'rishingiz mumkin. Cho'tki holatda bo'lib turibdi. Akalar, qaralab chizilib ketmagan. Sidenalari ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Cho'kib ketmagan. Bu yoqda oldi sidenasi, bu yoqda torpedkalari. Qaralab chizilib ketmagan. Akalar, srochniy narxi 6700 dollar. Bemalol telefonga baraka qilasizlar, faqat oformleniya qilib olasizlar. Bosib haydasizlar inshaalloh.